1,5 oylik chaqaloqning tobi yo'qligi sababli uning oila a'zolari Qashqadaryodan Samarqandga olib kelishdi va mehmonlar Samarqandni yaxshi bilishmadi. Kasalxonani o'z vaqtida topa olishmaganidan so'ng bolakayni shifoxonaga yetkazish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlaridan ko'mak so'rashdi. Baraka topishsin, yo'l patrul xizmati xodimlari yo'l ochib berib, bolakayning shifoxonaga o'z vaqtida yetib borishini ta'minlashdi. Assalomu alaykum. Chaqaloq bor edi. Adres topolmayapmiz. Mazasi yo'q. Mazasi yo'q. Qayerga borishingizlar kerak? Qorasuv, havas. Havasigami? Ha. Qaydan bor? Mashina orqasidan. Qaydan? Tez. Shahar ko'chalari bo'ylab tadbirlardamiz, lekin Qashqadaryo viloyatiga tegishli bo'lgan ushbu Cobalt rusumli avtoulov haydovchisi ichida kichkina chaqaloq borligi hamda Samarqand shahar tez tibbiy yordam birlashmasiga bormoqchiligini va yurib topolmasligini aytib o'tdi. Burchimizni bajargan holda tibbiyot birlashmasiga olib ketyapmiz. Sizga rahmat. Vazifamiz shu yerda. Sizga rahmat. Hozir kirgizyapman. Yangam bo'ladi. Yangangiz, jiyaningiz, jiyaningiz olib ketdi. Necha oylik? Hali 1 oy-yu 2 kun bo'ldi. Isitmaqa kasal bo'lib qolyapti-da. 1,5 soat, 2 soatdan beri aylanib yurdik. Shaharni o'zini aylanyapmiz. Mana shunday yaxshi xodimlarni ko'rganda ham albatta ularning mehnatlarini, xalq uchun qilayotgan ishlarini o'z vaqtida e'tirof etish kerak. Vatan uchun yurganlarga sharaflar bo'lsin.